ayniqsa yoshlarda ham ko'payib ketyapti. Bu bo'yinda, tomirlarda tiqilmalar paydo bo'lishi, buni osteoxondroz ham deyiladi. Buni sabablaridan bittasi, juda ko'p odamlar kompyuterda ishlaydi. Uzoq vaqt shu yerda o'tirganida 2 soat, 3 soatlab engashib, yerga qarab mana shunaqa qilib o'tiradi. Mana shuning natijasida boshda harakat, tanada harakat yetarli bo'lmagani sababidan o'sha bo'yin tomirlarida, ya'ni orqadagi bo'yin tomirlarida shlaklar yig'iladi. Tuzlar, mana shunga o'xshagan narsalar yig'ilib, o'sha yerda tiqilmalar paydo bo'ladi. Natijada qon aylanishi buziladi. Qon yaxshi miyaga bormaydi. Miyaga qon yaxshi bormagandan keyin qonning vazifasi bilasizlar, bu har bitta a'zoga ozuqa yetkazib beradi. Kislorodni yetkazib beradi. Ayniqsa miya kislorodni ko'p ishlatadi. Tanamizdagi bezlar ishlab chiqarayotgan gormonlar ham tomirlar, qon tomirlari orqali qon bilan birga tarqaladi. Quvvat deymiz, shu quvvat ham qon tomirlari orqali tarqaladi. Mana shularni borishi, yurishi buziladi. Demak, miya charchaydi. Miyaga kislorod yaxshi bormagandan keyin bosh og'riydi. Ozuqalar yaxshi yetib bormagandan keyin miyaning ham faoliyati buziladi. Shuning uchun uy sharoitida xalq tabobati yo'li bilan buni bitta yechimi bor. Buning uchun 2 osh qoshiq zaytun yog'i olinadi. Uni masalan piyalaga solish mumkin. Keyin unga 1 choy qoshiq tuz, ekstra mayda tuz solinadi-da, aralashtirib, shuni bo'yinning orqa tomoniga, umurtqa pog'onani boshdan to yelkagacha bo'lgan qismini umurtqa pog'onani ikkita yoniga surib sekin-sekin ishqalanadi. Massaj emas, sekin-sekin ishqalanadi. Keyin bitta sochiqni olib, iliq suvda haligi sochiqni ho'l qilib, qolgan tuzda artib tashladi. Oradan 1 kun o'tgandan keyin yana qilinadi. Bu muolaja 4 kun kunaro qilinganda ana o'sha tuzlarning ketishiga yordam beradi.